Hammaga salom yaxshilar. Bugun sizlar bilan ishlatilgan iPhone olishda ikki xil usuli haqida gaplashamiz. Birinchi usul siz o'zingiz mustaqil ravishda polniy proverka qilasiz. Ikkinchi usul bo'lsa telefon o'zini o'zi avtomatik ravishda proverka qiladi. Ikkinchi usulni videoni oxiriga qoldiramiz. Ishonchim komil, siz u ikkinchi usuldan xabaringiz yo'q. Xo'p, bo'lmasa boshlaymiz. Birinchi e'tibor berishimiz kerak bo'lgan narsa albatta telefonda tashqi ko'rinish. Tashqi ko'rinishiga qaraydigan bo'lsangiz, telefonlar o'zi oldi orqa qismi polniy shishadan qilingan, oldi ekran shisha tabiiy ravishda. Siz e'tibor berib ramkaga qarashingiz kerak. Ramkadan umuman oldi ham, orqa qismi ham chiqmasligi kerak. Qo'lingiz bilan yaxshilab bosib ko'ring. Umuman qimirlamaslik kerak. Xullas, orqa kirishga ham, oldi ekran ham korpus bilan tekis holatda turish kerak. Umuman zazor bo'lmaslik kerak, qimirlamaslik kerak. Bu ekranda ham orqa kirishgani ham almashmaganligini bildiradi yoki telefonda ochilmaganini ham bildiradi. Endi telefonda tashqi ko'rinishiga e'tibor berayotganimizda biz qarashimiz kerak bo'lgan narsa telefonda kamerasi. Har bitta kamerasiga siz iloji bo'lsa, boshqa telefoningiz bo'ladigan bo'lsa, fonarni yoqib qarang. Kamerani ichida chang ham, umuman dog' ham hech narsa bo'lmasligi kerak. Agar chang yoki dog' yoki boshqa bir narsalar bo'ladigan bo'lsa, bu telefonda ochilganligini bildiradi. Oldi kameraga ham tegishli bu gap, orqa kameraga ham tegishli. Tashqi ko'rinishiga e'tibor berayotganimizda simulyatorga qarashimiz kerak. Simulyator telefonda rangi bilan, o'sha ramkasini rangi bilan har doim bir xil bo'lishi kerak. Egasidan so'rab ko'ring, agar almashgan bo'ladigan bo'lsa, rangi boshqacha bo'lishi mumkin, lekin deyarli ko'p holatlarda telefonda simulyatorga telefonda ramkasini rangi bilan bir xil bo'ladi. Simulyator sug'urgan biz e'tibor berishimiz kerak bo'lgan narsa simulyatorda serial nomer bo'ladi. Bu iPhone 14 gacha bo'lgan narsa. iPhone 14 dan keyin o'sha serial nomeri yo'q, lekin simulyatorda oldi qismini qaraytirgan bo'lsangiz, suv datchigi bor u yerda. Agar rangi oq bo'ladigan bo'lsa, suvga tushmagan hisoblanadi. Agar qizilga aylangan bo'lsa, telefon suvga tushgan bo'ladi. Bu ham bitta zinak. Simulyator muammosini yopganimizdan keyin telefonning pastki qismiga e'tibor berishimiz kerak. Pastki qismida telefonda bo'lichasi bor. Ikkita telefonda rangi bilan bir xil bo'lishi kerak. Bu ham 5 yulduzli bo'licha bo'ladi. Ana shu yulduzlarning qirralari uchli bo'lishi kerak. Agar qandaydir bir qirilib ketgan yoki chizilib ketgan yoki bunday tekismas, qing'ir qiyshiq bo'ladigan bo'lsa, bu ham telefonda ochilganini bildiradi. Egasidan so'rab ko'ring, agar telefon ochilganmi, ochilmaganmi, agar unda egasi aka nima deyapsiz, telefonim ochilmagan, ishonchli deb turgan bo'lsa, yo'q, telefonda boltlari umuman boshqa gapni gapirayotgan bo'lsa, nuqtani bosib zarbiga urib mahalladan qamlashib ketish kerak. Tashqi ko'rinish haqida gapirayotganimizda telefonda ekran qismi haqida gaplashishimiz kerak. Telefonda ekranida agar stiklo bo'ladigan bo'lsa, iloji bo'lsa stikloni shilib turib, ekranda o'zini stiklosini ko'ring. Chizilganmi, qirilganmi? Ishoning mana hozirga chiqadigan stiklolari bilan deyarli barcha narsalarni yopib olsa bo'ladi. Siz o'z ekranda o'zini ko'rishingiz kerak, stikloni shilib turib. Knopkalarni ko'ring. Knopkalar umuman qimirlamaslik kerak. Bosganingizda yumshoq bosilishi kerak. Mana bezov qiladigan knopka ham joyida ishlash kerak. Bularni ham tekshirib olishimiz kerak. Zaryadning joyiga ham e'tibor berishimiz kerak. Agar zaryadni kabel olib kelgan bo'lsangiz, siz zaryadning joyiga zaryadkaga qo'yib ko'ring. Biroz tursin, telefonda zaryadi ko'paysin, keyin qimirlatib ko'ring. Umuman qimirlamas kerak. Bu zaryad olishiga ham ta'sir qiladi. Tashqi ko'rinishini umuman gaplashib bo'lganimizdan keyin sistema qismiga o'tsak ham bo'ladi. Agar sistema qismiga o'tganingizdan keyin nastroykaga kiramiz. Nastroykaga kirganimizdan keyin birinchi bizga ko'rinadigan narsa tepada ism, familiya turadi. Agar telefonda egasini ismi, familiyasi bilan bir xil bo'ladigan bo'lsa, siz so'rab olishingiz kerak, kodidan chiqarib bersin, ya'ni iClouddan chiqarib bersin. Agar iCloud parolni bilmay turgan bo'lsa, tugadi deydi-ku. Sistema qismiga kirganimizdan keyin albatta Face IDni tekshirishimiz kerak. Face ID 100 da aniqladimi, bo'ldi, dakasi o'rnatish shart emas. Faqat 100 da aniqlashni boshladi. Bo'ldi, u yo'qga o'tadi. Demak, Face IDda muammo yo'q. Yana bir tekshirishimiz kerak bo'lgan joy ekran qismida Truton bor yoki yo'qligini ko'rishimiz kerak. Agar Trutoni joyida bo'ladigan bo'lsa, demak ekranni original desak ham bo'laveradi. Nastroykaga kirganingizda albatta Wi-Fi bluetoothlarni ham tekshiramiz. O'zingiz telefoningizdan Wi-Fi tochka tarqatib turib Wi-Fi'ni tekshirsangiz bo'ladi. Bluetooth naushnigingiz bo'ladigan bo'lsa, Bluetooth naushnigingizni ham tekshirsangiz bo'ladi bir yo'la. SIM karta solib, albatta aloqani tekshirishimiz kerak. SIM kartani solasiz,
o'rta og'izga ham u bu kimga telefon qilib ko'rasiz. Endi tekshirishimiz kerak bo'lgan narsa telefonda mikrofonlar. Hamma iPhone'da deyarli 3 tadan mikrofon bor. Tagida, pastki qismida, oldi kamerada va orqa kamerada. Pastki qismidagi mikrofonni siz tekshirish uchun o'sha telefon qilishingiz mumkin yoki diktofonga kirib ovozingizni yozsangiz bo'laveradi. Orqa mikrofonni tekshirish uchun orqa kameraga kirib turib video yozib ko'rasiz. Shunda ovoz tiniq yozadigan bo'lsa, demak orqa mikrofonda ham muammo yo'q. Oldi mikrofonni tekshirish uchun oldi kamerada, ya'ni selfie kamerada video yozishingiz kerak. Kameraga kirgan joyingizda har bitta obyektivida birorta oq qog'ozmi yoki oq fondimi rasmga olib ko'ring. Umuman dog' yoki bir chang, umuman unaqa narsalar bo'lmasligi kerak. Agar shunaqa narsa bo'ladigan bo'lsa, bu har bitta rasmga olganingizda yoki video yozganingizda bu narsa har doim siz bilan yuradi. Shuning uchun обязательно oldi orqa kamerani oq fonda tekshirishimiz kerak. Bu eng ishonchli usul. Xo'p, eng asosiy qismi iPhone'dalik og'riqli joyi desak ham bo'lardi. Bu iPhone'da akkumulyator. Akkumulyatoriga kiramiz, sostoяние batareykani ko'ramiz. Hozir bunga ham ishonch qolmadi, to'g'risi. Ustalar 100 ga xohlasangiz 200 ga ham ko'tarib beradi. Maksimal yo'nalishni ko'rasiz. Endi ikkinchi usulga o'tadigan bo'lsak, bunga unaqa ko'p vaqt olmaydi. Telefonni butunlay o'chiramiz. Butunlay o'chirganimizdan keyin plus minus knopkasini baravar bosib turib, zaryadkaga qo'yamiz telefonni. Zaryadkaga qo'yganimizdan keyin mana o'zi iPhone belgichasi chiqdi. iPhone belgichasi chiqqandan keyin biroz kutib turamiz. Telefon yonadi. Endi o'zbekcha yo'qligi uchun ruscha tilni tanlaymiz. Ruscha tilni tanlaganimizdan keyin Wi-Fi tarqatgan telefonimizdan Wi-Fi ga ulaymiz. Birinchi punktni bosamiz. Shunda 1, 2, 3 yoki 5 minutcha vaqt oladi. Telefon o'zini o'zi proverka qiladi. Mana telefonimizdan proverka bo'ldi. Mana ko'rgan bo'lsangiz, hamma narsasida yashil galочка turibdi. Ya'ni hamma narsasi, hamma detallari iPhone'dagi original. Bu yerda Face ID bor, mikrofon bor, kolonka bor, kamera bor, datchik, hamma narsasi bor. Demak, bu telefonda hech narsa almashmagan. Hamma joyi original. Bu ikkinchi usulidir. Bular shunaqa gaplar. Texnodeydasiz, sizlar bilan Sardor. Sog' bo'lasiz.